Hello. Kaçan başlanır? Assalamualaikum. Sabahdaşlar kadar teşrifmi? Tişlak. Anlama. Öndeki yakşı. Hoş buldum. Hemen ki yaxshi gapini anlat. Oldin haftada Murat muallim sizga dars o'tgandi. C++ ni o'tapadi. Qandaq C++ni tushundinglarmi? He, çösen doğaf. Kelar hafta men so'zlab berdi. Bu haftada darslarni azroq yig'inchoqlab sizlar bilan birga so'zlashib o'tamiz. Chunki u Ramazan mezgilida darslarni to'xtatib turmiz. Shunlashqa hozir darslarni asosan bir qor o'tgan darslarni takrorlab, yangi narsani jiq so'zlamaymiz. Ammo shu Murat muallimniki bilan bog'lashtirib, shu programmalarni qanday tutashtirdik, o'zimizga qanday bog'laymiz, ashta ishlar bilan darslarni o'tamiz. Buni inglizcha so'zlab beraman. Last week teacher Murat he taught about C++. Okay, let's try to connect the C++ and the Arduino, because the language of the Arduino is C++, but there are some differences. And then sizlarga musobaqa bo'ldi, shunlashqa darslarni yaxshi anglanglar. Musobaqadan keyin takrorlash bo'ldi. Mashqlarni olib boramiz. Ma darslarni yaxshi o'rganinglar. Hozir qarsanglar sun'iy aql, ya'ni AI deydi, artificial intelligence deb. Sun'iy aql hozir bek jiq mod bo'lib ketdi. Hamma yerda ishlatilyotdi. Qarsanglar turmushimiz intayin tez suratda taraqqiy qilyotdi. Shunga kelgusida yaxshi xizmat tepish uchun shu C++ aql degan darslarni yaxshi o'rganmasam bo'lmaydi. Muallim, dersimizde depter işlemdik. Gap qilamizmi? Aylık müşterişki depter işlemdik. Aniq anlamadik o. Derske depter işlemdik. Yo'q, hozircha shuni ko'rib naqib turing, hozir yozib olsangiz bo'ldi. Hozir jiddiy lazım emas, Ma'qul. Muallim. Birine sorsam bo'ldi. Darsni oxirida so'ranglar, sizlarga yarim soat vaqt bermiz so'raydiganga. Hozir bor, shunga men darsni anglab naqib turinglar. Muallim. Musobaqa bo'ldi. Musobaqa shunga men darslarga diqqat qilib olmasam bo'lmaydi. Undan keyin bu sun'iy aqlniki asosiy shu Arduino C++ degan narsani yaxshi o'rganib olsanglar, kelgusida nurg'unlagan yaxshi ishlarni qila olasizlar. Buningda masalan bir necha sizlarga o'rnaklarni bermoqchi. Ya'ni example. So I will talk about some examples where we're going to use the C++ and the Arduino, and you can use Arduino for some smart systems similar to AI. Yani sun'iy aql bilan munosabat qo'ygan har xil sistemalarni yasay olasizlar. Shunlar kelgusida yaxshi ishlarni qilaman, yangi produkt yasayman deb har xil tadqiqotlar bilan shug'ullanaman desanglar, shu darslarni yaxshi o'rganishinglar kerak. Masalan, burun turmushimiz intayin oddiy o'tadi. Asta. Masalan, bir yerdan bir shaharda yana bir shaharga berish uchun atarvusi deymiz. Arvolarni mansoq hozir poyez, aeroplan bilan mang'an bo'lib, bir hafta ketgan yerga hozir bir necha soatli bog'liq bo'ldi. Qarasang intayin tez. And then telefonlar va har xil yangi texnikalar bo'ldi. Mush yangi texnikalar bilan turmush intayin tez o'zgaryapti qarasanglar. Kelgusida sizlar ham ishlarni qila olasizlar. Mush texnikalar bilan har xil yangiliklarni yaratib bo'ldi. Shu sun'iy aql ChatGPT chiqib edi. Burun 3-4 yil
vaqt ichida bir kitob yozgan bo'lsa, hozir 3-4 haftada bir kitob yozg'ili bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Now the artificial intelligence AI changed the life. Before it takes maybe 3 to 6 months from one city to another city or maybe another country, but now it takes very short time, yeah? Instead of 3-4 weeks, it takes us 3-4 hours, for example, by plane. Now you can write books very quickly. Before it takes 3-4 years to write a book, but now it takes just 3-4 weeks. Qaranglar, turmushlarning o'zgarishi shu qadar tez. Sizlar mushda bilimlarni o'rgana olsanglar, nurg'un yerda, cho'ng yerda ishlay olasizlar. Cho'ng tadqiqot ularda ishlay olasizlar, masalan. And then hozir doktorlik bilamdi. Shu har qaysi sohalarning hammasida shu AI'larni, tadqiqotlarni, shu sun'iy aqllarni ishlatiladi. Masalan, men doktorlar bilan birga ishlayman. Har xil kasalliklarni bir taraf tekshirish, ularni qandoq turga arish degandekchi. Mayli rak kasali bo'lamdi. Shunlashqa shu darslarni yaxshi o'rgana oladi. Men sizlarga 2 o'rnakni berdim. Animesh. Opernega kirsam bo'ladi. Bo'ldi. Hozir sizlarga mana 2 o'rnakni bermoqchi, ha? Bu o'rnak degancha example. There's 2 examples. Bu yerda nurg'unlagan yaxshi misollar bor. Har xil narsalarni yasab chiqqili bo'ldi. Masalan, Project Hub desa, ya'ni hub degan gap bir markaz degan gap. Shu har qaysi proyektlarning markazi. Shu Arduino'dan foydalanib yasalgan. Shundan foydalanib sizlar nurg'un necha yuzlagan proyektlar bor bunda. Bu proyektlarni sizlar har xil izlab topa olasizlar. Qaysi xil projekt deb izlamoqchi bo'lsanglar, yoki bo'lmasa yangi projekt yasamoqchi bo'lsanglar degandekchi. Endi bularniki masalan aeroplan yasabdi, drone. Drone ba'zan bolalar yasab baxti, qarasanglar shu Arduino'dan foydalanib qila olasizlar, qaranglar. Drone chaqpilak bor, bir necha chaqpilak. Arduino'ning har xil shakllari bor, kichikkinalari bor, intayin cho'ng tipdagi Arduino'lar bor, har xil kichik, har xil turdagilari. Siz shu birla Arduino'ni yaxshi bila olsanglar, har xil narsa yasay oladigan bo'lib ketsizlar. Va qarab baxsaq drone, uning keyindan telefondan foydalanib aqlliq, ya'ni eshik deydi, door lock with smartphone, ya'ni telefon orqali shu eshiklarni yepish, echish, shu eshiklarni butkul qila oladigan ishlarni. Burun o'quvchilar buni yasab baxti. Abdulla Marwan shu Arduino'dan foydalanib eshikni avtomatik holda yepish, echish degandek oldin qilashni yasagan deb. Qaranglar, siz yasay olasizlar buni. Uning keyindan havo rayini masalan weather station deydi. Havoning temperaturasi deydi. Havo besimi har xil narsalarni oldin ma'lumot beradigan narsa. Masalan, burun hayron qiladinglar. Masalan, havoni qanday boldurashni ma'lumotlarni berdi deb. Mana shunday narsalarni siz yasay oladigan bo'lsanglar, qaranglar. Faqat Arduino ketadi, shunga o'xshash narsalar. Nurg'un narsalar. Andan har xil narsani siz izlay olasizlar bu yerdan. Masalan, any type degan chog'da masalan buningga Arduino deb yozaylik. Arduino. Uning keyindan difficult level bo'lgan chog'da sizlarga oddiyni boshlasak, easy bo'lsa, oddiy degan gap. Intermediate bo'lsa, o'rta hol. Advanced bo'lsa, ya'ni yuqori darajalik degan gap. Uning keyindan super hard bo'lsa, super deganda intayin degan gap. Hard degan test, eng test. Masalan, easy degan o'qib boqaylik. Mana qarasanglar, yana o'xshash bizning ko'rgan narsalarimizdan foydalanib yasalgan. Muallim. Siz hozir ochgan appni men saytini yirik qilib ochdim.
Project Hub deb izlasanglar, chiqadi. Men uni to'g'ri chiqarib qo'yman. Buni nimaga avatib bersam bo'ldi. Siz qanday chiqardingiz? Men chatga avatib beray. Chatdan sizlar ko'rib baxsanglar bo'ldi buni. Project Hub bo'lgan chog'da qarasanglar endi shundoq chiq narsalar bor. Mashina yasash, Bluetooth control car deydi. Ya'ni yiroqdan kontrol qiladigan mashinalar. Sizlar balkim kichik vaqtda o'ynab boqqan bo'lishi mumkin yoki hozir o'ynayotgan bo'lishinglar mumkin. Sizlar shundoq ashuni kontrol qiladigan mashinalarni yasay olasizlar degan gap. Ultrasonic radar with Arduino deydi. Arduino orqali radar sistem yasay olasizlar. Qarab baxsani ko'rdinglarmi? Nurg'un narsalar. And then temperature and humidity. Temperatura bilan o'sha havoni weather stationda, ya'ni havoninki oldin ma'lumot beradigan narsani yasaqli bo'ladigan narsa edi. Qasam nurg'un. Yana undan bilak murakkab narsalar bor-ku buningda. Men eng oddiy deb tanlagandim. Oddiy deb tanlasam, xili murakkab narsa chiqyapti buningda. Line following robot. Buni setib olsanglar, $100 $150-200 setib olsanglar, ammo siz shuni yasay olasizlar Arduinodan foydalanib-chi. Ana robot yasalibdi, mana qaranglar. Readable cardboard robot arm deydi. Hozir qarsanglar degan robotlarni yasayotgan har xil narsalar chiqyapti filmlarda. Lekin mana oddiy shaklda yasabdi, lekin shuni kichik bolalar yasay olasizlar degan gap. Shu Arduinodan foydalanib ish qilsanglar qaranglar. Mana ish qilayotgan robotni. Shuni to'piga cheksanglar, sizlarga shu tafsilotini hamini ko'rsatib beradi. Ustaz. Endi mana bu har xil tipdagi bu bakchiq bu yerda misollar, yuzlagan misollar bor, ha? Ustaz. Bu yerda bir narsa chiqdi. Only kirdi, I kept all that. Nima qilamiz? Gapingizni anlamadim. Ya, hozir mana shuni ko'rib baqinglar dedim. Shuni buni ishlatmaysizlar. Chatlarga qalamaqan xat yozmanglar, ha? Ekranga jilmanglar, qalamaqan xat yozmanglar. Eli musobaqa bo'ldi. Chatni to'xtatib qo'ysin dedi. Qaranglar, ashdan qarsanglar. Arduino Project Hub'da shundoq chiq narsalarni yasay olasizlar. Hozir eng oddiysini boshladik. Undan keyin murakkab turi bor. The advanced and the super hard deydi. Super degan gap intayin yuksak darajadagi, hard degan qattiq degan gap. Ya'ni ashuna o'xshash nurg'unlarni yasay olasizlar. Fox robot. Fox robot yasay oladi ekan. Sizlar mushni ko'rib baqinglar. Buni to'rbeta qilib qo'ymay, ham sizlarga ashni avatdim. Sizlar ashundan foydalanib, birsini cheksanglar, ashni tafsilotini yasaqlar bo'ldi. Masalan, dadashni meningki qilgan ishim nima degan chog'da, o'sha har xil badan tekshiradigan, har xil narsalarni yasaydi, yurakning so'qishi, temperatura, o'sha odamning temperaturasini to'xtamay tekshirib, bir masala bo'ldimi, ashni ko'rib chiqadigan yasaylar bo'ldi. Men ashna narsani yasayman. Endi uni doktorlik ishlatilgan gap. Oldi bilan sizlar oddiydan boshlanglar. Bak murakkabni qilib, o'zingni test qilib olsanglar bo'lmaydi. Endi o'zingizda nima bor, shuni qaranglar. Chunki ba'zan setib olgan narsalarni buning ichida hammasini bor bo'lishini tayin, lekin o'zingizga oddiy bor bo'lgan narsalardan foydalanib, oldi bilan ashni yasab baqsanglar, ashni o'zi yetarli. Masalan, xiljiq narsalar sizda bor. Weather station bo'lgan chog'da havoninki temperaturasini o'lchaydigan narsalar edi. Masalan, oldingi navbatda biz nima yasadik degan chog'da, mush ultrason orqali nima yasagan to'q. Mashinaningki to'xtatish, ya'ni mashina yana to'xtatish yordamchisi yasagan. Mana bu yerda ultrasonic security system deydi. Ya'ni ashuni besib baqsanglar, ultrason bilan, ya'ni bir buzzer, ya'ni bu yuqori ovoz chiqaradigan narsa.
Yangratqu buzzer degan gap ovoz chiqardi. Chunki buzz qilib bir ovoz chiqargan gapchi u. Ya'ni muzika ham chiqara oladi. Mana ikki narsa orqali shu security system deydi. Security system bo'lgan chog'da bexatarlik sistemasi degan gap. Sistem bo'lgan chog'da sistem deymiz. Security bo'lgan chog'da bexatarlik. Ya'ni ma'lum yerdan ketsa bir o'tib qoldimi, birasi işte ovoz chiqaradigan. Bundan keyin mashina to'xtatish uchunmi masalan, agar bir yaqin bo'lib ketgan bo'lsa, ovoz chiqarish uchunmi mashina narsa ishlasang bo'ladi u yerda. Mana qaranglar, oddiydan boshlanglar. Ana buni tafsilotini ko'rsanglar, sizlarga nima lozim deydi component. Ashunga you can find the component. Buni har xil nima zapchastlar keltirgan, buni ko'kitib qo'yibdi. Buning uchun uning keyindan buni tafsiloti. Buni tafsilotini balkim turkchaga tarjima qilib bo'ldi. Buningki translate desanglar, uningki nemisini boshqa tillarga tarjima qilib berdi. Masalan, translate to English bo'libdi, bu inglizcha, lekin translate to German, Turkish desanglar, qilib berdi. Uning keyindan mana shu videosi bor, qaranglar. Mana qaranglar. Mashina to'xtatish uchun qanday yiroqda bo'lgan chog'da ovoz chiqdi. Yaqin bo'lgan sari internet surat ovoz chiqyotdi. Muallim bizga ovoz anglamay o'tirib. Sizlarga ovoz anglamasa, shuniki ko'rib baqsanglar bo'ldi. Ha? Endi men kodini baqarsanglar, qaranglar. Kod qanday program keltirgan, ash programmasini hozir o'rgatyapmiz. Bunga sizlarga ozroq tasavvur qoldi. Kelgusida ishlasanglar bo'ldi. Buni hozir bir kodlarni o'rgatamiz. Shunga hozir kodini endi boshladik. Buning uchun sizlar o'zingizlar shu hozir jiqaroq takror qilinglar darslarni. Please review the lectures during the Ramadan. And also look at all the examples that what we learned. Ma C++ qarsanglar qaranglar. C++. Murat ma'lumni o'tgan C++ xeyli yaqinlashib qoldi, lekin ozroq farqi bor, ammo jiq qismlari o'xshib qoldi. Muallim. Agar mana bunda snapshotni qolsa, bu kodni kopiyalasak yoki o'zimiz yozsak bo'lamdi? Ha, kopiya qilsanglar bo'ldi. Mana kodlarni hammani meni qaranglar. Meni copy yoki meni download deydi. Meni download degan gap. Ya'ni tushirish. Mana tushirib ishlatib olasizlar yoki kopiya qila olasizlar bu kodlarni. Ashuni ishlatib olasizlar. Bo'lamdi? Bo'ldi. Project Hub. Biz Project Hubni yaxshi ko'rib baqinglar. Ammo Tinkercad'nikini men keyin deb beray. Tinkercad'da men bir qadam bosqichcha tushunib beradigan ish bor. Men learn degan chog'da o'rganish. Ya'ni Tinkercad'niki o'rganish markazi. Tinkercad Learning Center. Tinkercad Learning Center basanglar, asal Tinkercad'ni o'rgatib qo'ydi. Tinkercad'da har bir ishlarni qanday olib bora olamiz deb bunida circuitni boshlaymiz, chunki bularning hammasi tok yo'li bilan munosabatlik. View all degan gap hammani ko'rash. View all desanglar, burunqi biz o'tgan darslarningki oddiylarini bir tushuntirib bera oladi. Masalan, bu chiroqni yoqish desa, yoki biz Arduino'ni ishlatgan bo'lgankin Arduino orqali qilib boqaylik. Masalan, 3 chiroqningki ashuni sizlarga tushuntiradigan gap bir. Uni keyin potentiometrni ishlatibdi, u potentiometrni ishlatib baqdik. Undan melek masalan bu photoresistor deydi. Qarab baqsanglar, photoresistor bo'lgan chog'da nur sezgich, ya'ni nur sezgich, ya'ni light sensor deb asim bo'ldi buni uchun. Photoresistor bo'lgan chog'da uni asli shakli photoresistor deb oldi, ya'ni qarshilik orqali amaliyotda uni nur sezgich deb asanglar bo'ldi. Bu nur sezgich orqali qanday ish qila olamiz degan vaqtida buni startle desanglar, mana inglizcha, ammo buningki turkchasini chiqara olasizlar, boshqa tillarni chiqara olasizlar, bizning tug'ayada. Uni qadam bosqichlab sizga tushuntirib berdim.
Mesela mayada chiroq. Ondan keyin mava photoresistor, ya'ni light sensor deb aytsangiz bo'ldi. Mashina qanday yasab chiqamiz deb ko'cha chiroqlari bor. Sizlar o'tganda deb berdim. Ko'cha chiroqlarda intayin bir nim bo'lsa, mana foto nur sezgichli bo'lsa, light sensor, endi chiroq. Sizlar butun ko'cha chiroqlarni hammasini avtomatlashtirib olasizlar. You can make hold the lights in the street and automated. Mesela kun nuri bor vaqtida chiroq o'chidi, kun nuri yo'q vaqtida chiroq yonadi debchi. Mesela qarab baqsak. Mesela hozir kun nuri bor. Kun nuri yo'q holatgisi, kun nuri bor vaqtida o'chidi, degandekchi, shunaqa shaklda. Undan keyin men bir tushundirishi bor. Qadam bosqichi bo'yicha birinchi qadamda nima ish qilsangiz, ikkinchi qadamda nima ish qilsangiz, uchinchi qadamda yoki bo'lmasa blokslar orqali qanday ish olib boramiz, qarsanglar hamma bir tushuntiryapti. Bularni bir so'zlab olmaymiz, chunki har birisini so'zlasak 1 soatdek vaqt ketadi. Sizlar o'zingizlarning bilgan tilda buni ko'rib baxsanglar bo'ldi. Bugun sizlarga mushlarni bir qur ko'kitib qo'ymoqchi. Review shaklida. Review degan gap qaytadan ko'rish degan gap. Re degan qayta bo'lsa, view bo'lsa ko'rish. Shuning bilan review qaytadan ko'rib, takrorlayapmiz bu narsalarni. Sizlar ko'rib boqinglar. Ana shunday jiq narsalar bor. There's so many examples. Qachon bo'ldi? Mana musobaqa qachon bo'ldi? Yana 10 minutdan keyin musobaqa boshlandi. Bilamda? Musobaqa uyg'urcha bilamda? Ya inglizcha. Yani sual. Bundaqda sizlarga ikki narsani deb berdim. Mana shu ikki o'rnak bek muhim. There's two examples. They are very important. One is the Project Hub and another one is the Tinkercad Learning Center. Project Hub and the Tinkercad Learning Center. Tinkercad Learning Center'ni baba chatga ulanishini qo'ysangiz bo'ladi. Bo'ldi. Men darsga to'r betini chiqarib qo'yman. Bizning to'r betimizga shu narsalarni hammani beribman. Hozir men Tinkercad Learning Center bo'lsa, sizlarga men chatda yo'llab beray. Shundan endi nurg'un narsalarni yasab olasizlar degan gap. Ama to'g'rilik yana savollar bormi? Yani Magical Land deb ism qo'yib qo'ydim, bunga Magical Design. Yani har xil sehrlik narsalar, yana har xil narsa yasay olasizlar degan gap. Mayli drone, yani aeroplan, yana birsi har xil robotlar, undan bo'lak har xil sistemalar. Sizlarga eng oddiyini ko'rsatdim. Siz easy degan gap eng oddiy qismini. Agar murakkab narsalar bo'lganda, texnik murakkab narsa yasab olasizlar degan gap. Amaliyotda sizlar ko'rgan barliq avtomatlashtirilgan hamma narsani yasay olasizlar. Shunlashqa darslarni yaxshi o'rganishingiz kerak, lekin oddiydan boshlaymiz. Baxil murakkab fikr ketmanglar. Chunki hamma nima ishlarni kichikdan yuqori qarata yapmamiz, az-azdan o'rganamiz. Bu 6 oylik dars. Hozir 2 oy o'tib bo'ldi. Hozir men 3-oy. 1-oyda boshlagan to'q. Mana qarsak 2 oy tugab bo'ldi. Buniki darslarniki xilji qismini dastlab qismini o'rgatdik degan gap. Oxirgi bo'lgan chog'da sizlar hammanglar har xil bir narsa yasab chiqa olasizlar. Shunga hozir o'ynab boqinglar. Sizlar kelgusida nima yassam bo'ldi deganicha kallanglarda shu Project Hub'ga berib bir qo'r ko'rib, Tinkercad Learning Center'ga bir qo'r ko'rib, mana narsa yassam bo'ldi degani kallanglarni kirgizinglar. Undan keyindan coding qismini yani 2 oy davomlashtiramiz.
Aşılardan faydalanıp qanday kodlaştırıp qanday narsani boshqaramiz, yasaymiz deganni. Undan keyin oxirgi 2 oyda asosligi project har xil narsalarni yasash bilan shug'ullansizlar. Muallim. Oxirida musobaqa bo'ldi endi. Ha? Ma ikilerki saatlik dersimiz ama ahırkı dersimiz şu demiştin. Hani Yok. Ramazan burada. Yana kelar hafta 1 soat dars o'tamiz, ha? Malam. Ha? Ma dersten insan kilamda. Ya imtihon kelmaydi, bir narsa yasaysizlar. Hammanglar bir narsa yasab chiqsizlar. Oddiy bo'lamdi, murakkab bo'lamdi. Bir narsani yasash shu imtihon bo'lib hisoblanadi, bo'lamdi? Ma'qul. Ha. Eğer o neslerini amuan bu suçu ilişki rahmo. Nima dedingiz? O neslerin uydu bu suçu endikin ilişki rahmo. Ha. Aslınız yaxshiroq. Chunki sizlar qulog'ingizda tutib, amaliy bir ishlarni qilib baxsanglar yaxshi bo'ladi. Lekin cho'qim 100% shart emas. Chunki men Tinkercad bilan foydalanib, siz to'g'rida bir narsa yasay olasizlar. Uni taqlid shaklda, ya'ni simulation deydi. Taqlid qila olasizlar. Ammo qo'lingizda tutib yasay olmaysizlar. O'sha Tinkercadda qilgan ishinglarning hammasini amaliyotda qilib bo'ladi. Unda hech qanday masala yo'q. Sizda cho'qim 100% bo'lishi shart emas, ammo bir narsa yasasanglar, har xil narsani loyihalasanglar, shu yaxshi emasmi? Bu qimmat emas. Turkiyada Muhammad Emin muallim shunaq azan shaklda urlashtirib berdi. Bundan foydalanib, siz murakkab narsa yasalaysizlar kelgusida. Unda bo'lganki, hozirgi dars asosliq shu asosiy dars. Kelgusida texnik murakkab narsa yasalaysizlar. Hatto universitet bo'lganda ishlata olasizlar buni. Universitetda mushlarni bir dars qilib o'tadi. Har xil narsani loyihalashtirib, programlashtirib, unda bo'lgan keyin setib olsanglar, eng yaxshi chuqum setib olinglar. Bo'lamdi? Malam. Ma'qul. Musabaqa kaçan başlaydı? Musobaqa boshlanishga yana 5 minut qolibdi, ha? Andan keyin ma darslarni tugmay qoldi. Ma'dir muhim narsalarni so'zlab olay. Bira masalaga duch kelsanlar qanday qilish kerak? If you have any difficulties, how you solve it. Masalani hal qilish beh muhim. Birsi sizlar o'rganish usulini ko'rsatdim. It is important. Abdulqayim nima ish bor? Siz qo'l ko'taradigansiz. İki narsa muhim. Birisi Learning Center, Project Hub, boshqalarning qilgan ishini ko'rsizlar, yana birisi qanday masalani hal qilishni o'rgansizlar. Chunki biz sizlar bilan birga emas, shunlashqa masalani hal qilishni o'rganib olsangiz yaxshi. Ko'pincha holatda bu tez emas. Masalan, bu eng oddiy shaklda shu 5 nuqtaga diqqat qilsanglar, behchiq masalalarni hal qilgan bo'lsizlar. 5 nuqta. Buni there's tips for solving a problem. Yani mesela hal qilishning usuli. Tips for debugging. Mush inglizchasi, ma uyg'urchasi, ha? Ikkisi o'xshash. Birisi nima qilsizlar degan chaqda ma simulni tekshiraysizlar. Yani tutashgan vaqtida birisi ground, yani birisi Arduino tutish kerak. Arduino signal berdi, yani birisi ground tutishdi. Shuning bilan bir sistem shakllandi. Bundan keyin Tokyo'niki sistemasini tekshirish kerak, ha? Check the wiring. Bir ish bo'lgan chaqda check the wiring. If there's any problems, check the wiring, okay? Undan keyin ikkinchisi nima tekshirish deganda pin number. Hop, ma pin degan gap, puti deymizmi? Ulanish. Undan keyin pin numarni tekshirasizlar. Zodi programmada 5-putini ulashgan bo'lsa, amaliyotda tutash to'g'rilami 5-nomerlik bo'lish kerak. Shu pin nomer tekshirish muhim. You need to check the pin numbers. Your code and the connection is correct or not. So it should be exact. If your code is number 5,
The hardware also connected to number 5, okay? So two things. That's the second one. Pin numbers. Üçüncüsü tok mənbəsi. Çünkü tok olmasa mağmaydı hiç bana neyse. O bir tümür. Çünkü onu hareketlendiriş gerek. Ona enerjiye veriş gerek. Şuna tok tutaştı mı yok mu? Mesela batarya ya ki Arduino'ni kompüter tutaştırırsalar şunu bilen bir tok ekimi bağlı oldu. Şuna tok mənbəsini tekrar Check the power supply. When you connect, if there's no power, it will not work. So your Arduino should be connected to computer, or maybe you can use battery for the power supply. Okay. And the dördüncüsü neymi degan chaqda qarshilik. Qarshilikni qimmatini tekshirmasang olmaydi. Agar qarshilik beh yo'qirib ketsa, kichik narsa bo'lgan chaqda, to'ng narsa bo'lgan chaqda tuzilib qoldi. Masalan, tok ekimi qilgan vaqtida qarshilik bek cho'ngib ketsa, bir narsalar mangdug'ul olmaydi. Masalan, LED ni 220 ohm bo'lish kerak qarshiligi. Agar 200 k ohm bo'lib ketsa, bek cho'ng bo'lib ketsa bo'lmaydi. Shunlashqa qarshilikni tekshirishing kerak. Check the resistor. If the resistor is too high, it will not work. Yeah, too high, it will not work. It can be 220 ohm, not more than that. I mean, if it's 220 k ohm or mega ohm, if it's too big, it will not work. Okay. And the fifth one, yani beşincisi zinnet çırağınınki yönlenişini tekşileş. Yani lampa deydi, ya LED deydi, her xil isimlerini atab yaptı. Miyada zinnet çırağı da mı aldık? Şu an LED, yani LED degan gap. Aşınınki yönlenişi var. Karşılığının yönlenişi yok. Bazen neslerin yönlenişi var. Birisi pozitif, birisi negatif. Yani anod, kathod. Anod olan çağda pozitif, yani musbat tutuğu tutuş gerek. Kathod bo'lgan chaqda short bo'lgan bo'ldi. LED'ninki. Ustoz ovozimiz kelmaydi. Ya ustoz Bizga keldi. Siz kompüterinizni tekshirgan boshqalar kelibdi, ha? Bana mı keldi ustoz? Ha, yaxshi. Ba'zilarning yo'linishi bor. Uni yo'linishiga diqqat qilish kerak. Masalan, bir yo'lliq shaklda-chi. Ba'zanlarniki ikki yo'lliq bo'lgan bo'ldi. Masalan, qarshilik ikki yo'lda bo'laverdi. Ikki tarafga. Ba'zan yo'li bir yo'lliq, bir yo'linishlik bo'lgan chaqda chuqur shu yo'linishga diqqat qilish kerak. Fifth one, LED direction. LED LED direction. It should be only one direction. It has anode, positive, anode, a cathode, short one. Cathode is for the negative. Anode is for the positive. Cathode is short, cut. Undaqda hozircha sizlarga mushu masalani hal qilishning yo'llarini dappagan bo'lay. Balkim sizlar mushularni ishlash jarayonida masalaga duch kelsangiz qo'rqmanglar. Endi taqib boshladinglar. Buni oldirmay o'rgana olasizlar. 6 oydan keyin buni o'quvchilar degan nurg'un narsalarni yasavatdi. Cho'ng olsanglar, texnik murakkab narsa yasay olasizlar. Shunashqa hargizmi zerikmay, mushuni yaxshi o'rganinglar. Undan keyindan eng oxirgi nuqta nima degan chaqda shu programmani ochib, endi boshlamasak bo'lmaydi. Kelgusidagi ishimiz, ya'ni programma orqali jiqaroq bo'ldi. Ya'ni ba'zi narsalarni burun blocks orqali qilgan. Blocks bo'ladi, ammo to'g'ridagi nurg'unlagan misollar hammasi program kod shaklida. Please learn. Yaxshi. Please learn the program. It's very important, so you can tell the command to the system. Siz sistemlarga buyruq bera olasizlar. Siz sistemlar bilan aloqa qilisha olasizlar degan gap. Xuddi ingliz tilini o'rganib olsanglar, boshqa ingliz til kitoblarni o'qiy olgan, boshqa narsalar bilan aloqa qilisha olgan o'xshashchi, sizlar kodini bilib olsanglar, mashinalar bilan aloqa qilisha olasizlar. Mashinalarga buyruq bera olasizlar.
mashinalarning boshlig'i bo'la olaysizlar. Ani qil, mani qil, to'xta, mang debchi. Shunlashqa kodini bilish muhim, ha? Kod bek tas emas. Ikki narsa bor. Masalan, sarab bo'lgan chog'da uningki mashinani o'taldigan o'xshaydi. Sarab bo'lgan chog'da yangi boshlig'i vaqtida uningki holat qanday bo'ldi degan gap. Status. When you use setup, it's just the initial state. Set up. Uning keyinda mal loop bo'lgan chog'da xuddi mashina mangdigan o'xshaydi. Loop degan gap run, ya'ni to'xtamay tushiblar degan gap. Loop, ya'ni davrilik deydi. Loop degan gap davrilik. To'xtamay mangadi, shu vaqt jarayonda nima ish qilish kerak degan gap. Loop bo'lgan chog'da qarsanglar aslida yumaloq degan gap. Loop. Ani Germaniyada bo'lgan chog'da lauf, no işte deb oldi. Shunlashqa asosga o'xshib qoldi. Ha? Musobaqa qachon boshlaydi? Hozir boshlandi, hozir to'xtab turing, ha? Mana tugitay dedim. Qancha minutda boshlaydi? Tamam, hozir boshlaymiz musobaqani, ha? Tayyor bo'linglar, hozir Chat yollamsiz? Chatga hozir yollaymiz, ha.